Mana bu kadrlarga e'tibor berib qarang do'stlar. Bu juda ham ta'sirli holat, ya'ni juda ko'p odam e'tibor berib shu narsaga. G'alaba qozonganida agar Murodjon hozir orqasida odamlar, yonida odamlar qarsak chalib, hamma e'tibor bunga bo'lardi va atrofida odam o'rab tashagan bo'lardi. Mag'lubiyatga uchradiki, yolg'iz qolib ketdi. Ayni shu vaziyatda undan keyin to'g'ri odamlar yonida bo'lgandir, lekin bu vaziyat ko'p joyda aylanyapti-da. Hayot ham shunaqa do'stlar. Mag'lubiyatga uchrasang, yoningda faqat sanoqli odamlar qoladi. G'alaba qozonsangina har doim yoningda odam ko'proq bo'ladi. Olqishlaganlar ko'proq bo'ladi. Do'stlar, sportni biz nima uchun targ'ib qilamiz? Nima uchun yaxshi ko'ramiz? Shunaqa ibrat oladigan nuqtalari bor do'stlar. Murodjon uchun bitta yurakchani ezing do'stlar. Kommentariyada belgilang, Murodjon zo'r jang qildi do'stlar. Naoye Inoue rostdan juda ham kuchli. Juda ham kuchli monster rostdan. Eng oxirgi ochkolar hisobida 12 raund tushgan jangi 2019-yilda bo'lgan ekan. 2019-yildan beri shu kungacha faqat nokaut bilan yutib kelgan. Murodjon 12 raund tushib berdi va kerakli vaziyatlarda yaxshi jang o'tkazdi. Faqat o'sha taktikani monster yaxshiroq qo'ygani sezildi. Murodjon qayta oladi va bu kamarlarni bir kun O'zbekistonga olib keladi, xudo xolasa. Do'stlar, qo'llab-quvvatlang. G'alabada ham, mag'lubiyatda ham. Bunga arziydi. Aynan Murodjon arziydi do'stlar.